Voy, Hasan aka turish boshqacha aka, siz turishlaringiz aka. Nima bu ustiga chiqib oldingiz, brata? Buni ustiga chiqib olimda tomosha qilayotganda bu silindr. Aka, bittasini bo'lsa ham ko'tara olasizmi? Kuchingiz yetadimi buni? Birinchi chiqib ketsa kerak aka. Bu 5 metrli 20 ga 20 diametri. Voy. 5 metrga kelgan 5 dan oshiq ham chiqadi. Aka, menimcha bu Belarus emas. Yo, bu rossiyskiy bu. Rossiyskiy aka. Bu qani to'xtay pastga bitta tushib, qani shoshmang. Uchini ko'rsating aka. Kattaligini ko'ryapsizlarmi akalar? Mana qaranglar, bir qarich. Katta qarich qo'lim ham katta o'zi. Ketmoqchi olgan yoshlikda. Lekin borib, mana qarang. Qani bismillah. Aka, menimcha buni ani 9 etajga domlaga ham ketaveradi-ku, menimcha buni aka. Bu stokaliklarga shunaqa zo'r narsa endi bu bor to'sinligiga. Qor aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, buni narxini necha pulga beramiz, bratan? Buni narxini 5 metrlikni 275 dollardan qilib beramiz. Hammasi 5 kuba qolgan 34 ta dona. 34 ta donasi 5 kuba deysizmi aka? 5 kuba. Qalinligi ham bor-da akalar. Bu qalin bo'lganiga, razmeri qancha qalin bo'lgan sari narxi ancha baland bo'ladi. O'zi 1 millimetrda 60 ming so'mda raisda o'ynaydi. Akalar telefon qilishadi, 16 ga 16 nechi pul? 460 ming, 450 ming so'm. Damuncha qimmat deyshadi. Akalar, endi taxtani sifatiga yarasha narxi chiqadi-da. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Keyin qarang bitta narsa bu. Bu svejiy les bu. Bu qo'l hali. Hali qo'l. Aka, buni o'girib ham bo'lmasa kerak. Ko'rsataman. Voy, Voy, bu gap bo'lishi mumkin. boradi bu. Bo'ldi, bosinglar.